juda ham chiroyli, juda ham fayzli tarzda o'tib bormoqda. Shunday ekan, xonadon sohiblarini, qolaversa yoshlarimizni bugungi oqshom bisot ayyomi, vaqt va muhabbat tantana qilgan oqshom bilan yana bir bora qutlashdan beqad mamnunmiz. Hurmatli azizlar, xonimlar va janoblar, barchangiz diqqat e'tiboringizni yoshlarimiz tomon qaratasiz. Yoshlarimiz uchun maxsus tayyorlangan, bugungi kun uchun tayyorlangan shirinliklar, ya'niki tortlar, mana shu tortlarni kesib olish marosimini qilamiz. Har qaysi uzuklarni yaxshi kunlar taqish marosimida sizlar bilan birgalikda o'tkazamiz.